Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü islah 2022 yıl 6. ayının 22. günü. Endiki mavzumunda vatandaş. Bu qatam likoçan qalbi qilam da. Şinxoşa bugün obzorda yeni bir signalni o'ttirib atdı. Mavzulu xabar 6. ayının 21. günü Erkin Asiyanın Xitay tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. İqtisodni qutuldirish kerakmi yoki davomliq? Yuqumliq virusni 0 darajaga tushirish kerakmi? İqtisodni qutuldirish likoçan vakillik qiladi. Virusni 0 darajaga tushirishga sekretari Xi Jinping buyruq tushirgan. Şinxoşa yarım aylık söhbet jurnalida o'tirg'i chiqargan signal shundoq bo'ldi ki, iqtisod bu muhim vazifadir. Cumhuriyet Partiyasining zuboni hisoblangan Şinxoşa haftaning 2. günü yarım aylık söhbet jurnalida iqtisodni muqimlashtirishning negizi texa mustahkamlanmadi. Bir qator siyosatlarning negiziga toplayli. Mavzuluq obzorida virusni 0 darajaga tushirish deganni eg'izga elibmi qo'ymadi. Buraya Xi Jinping siyosati edi-ku. Elibmi qo'ymadi. Obzor boshlanish bilan Jumhuriyatning iqtisodi intayin bir halqiliq payti turib deb eg'izga oldi. Yana bir xabar vatandaş. Odatdan gayri bir ish. Xi Jinpingning alohida elchisi Yevropaga yetib kelib, o'tkazgan xatoliklarini tonishga boshladi. Mavzulu xabar 6. ayning 21. kuni Vanmi torbetida e'lon qilindi. Sekretari Xi Jinping o'rinlashtirgan va o'zi rahbarlik qilgan Cumhuriyet Partiyasining ajdor masallik diplomatiyasi ve ajdor şekillik ijtimoiy iqlim Mencheng xandonligining oxirgi davrdagi yig'it va narxni o'ttirg'i chiqaramdi deb chet elliklar ansirashga boshladi. Birlashib o'zini qo'g'dashga boshladi. 8 davlat birlashma armiyasi o'ttirg'i chiqdi. Hatto 80 davlat birlashma armiyasi o'ttirg'i chiqdi. Bara miltiqning stolini bu qaltis davlat, yani Cumhuriyet Partiyasiga qaratdi. En ahirda shuni bayqadi ki, bu qaltis davlat teşepal ishchi g'alg'al bir qaltis davlat ekanligini tonib oldi. Cumhuriyet Partiyasining ishki qismida ham ziddiyatning tig'uvchi bir mezgil o'zini dunyoga hukmronlik qilguvchi imperator deb qarab olgan Xi Jinpingga qartildi. Navbatda qaraganda qo'lini uzarsila qo'lga keladigan 3. qatim sekretar va rais bo'lib saylanish Xi Jinping uchun aytganda amdilikda gumon paydo qildi. 20. qurultayning siyosiy biron chapqinlardan saqlanish uchun Yevropaga alohida elchi avatib, alpoz va qiyofatini bo'shashtirib, Yevropa munosabatini yaxshilamoqchi bo'ldi rais Xi Jinping. Xi Jinpingning alohida elchisi Wu Hongpo Yevropaga 3 haftalik ziyoratga yetib keldi. Bu ziyorat 20. qurultaydan biron ziyonni tultivilishning bir qismi deb qaraldi. Wu Hongpo Cumhuriyet Partiya hukumatining Yevropa ishlari alohida vakili, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida sobiq muavin kotib bo'lgan. U bu qatam Belgiya, Siprus, Chexiya, Fransiya, Vengriya, Germaniya, Italiya qatorliq davlatlarda ziyoratda bo'ladi. Va kechiringlar deydi bu davlatlarda. Yevropa bilan Cumhuriyet munosabatini yaxshilamoqchi bo'ladi. Bizning ko'zimiz bo'yicha, so'zimiz bo'yicha Cumhuriyetcha kelasi xushomat diplomatiyasini yo'lga qo'ydi deganlikdir.
Endi beşiği künçte Cumhuriyet Kompartiyasının hoşamet kılışın Avrupa'dan başladı degan gap.